Yana bir bor xayrli kech barchaga. Bugun sizlar bilan multi-levelning yangilangan writing formatini part 2 qismi, ya'ni biz o'rgangan task 2 deb nomlanar edi. Eskisi aynan shu eski formatdagi task 2, lekin yangi formatga endi part 2 bo'lib o'tdi. Aynan shuni ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimiz, ishonavering, siz ancha-muncha hali e'tibor bermagan narsalaringizni inobatga olib gapirib ketaman. Endi bugungi darsimiz endi blog post haqida deylik, ko'pchilikda ozmi ko'pmi tushuncha paydo bo'ldi. Blog post o'zi nima haqidaligida deylik, menimcha ko'pchilikda ma'lumot bor. Birdaniga darsimizni essay yozish bilan boshlayman va biroz izoh berib ketaman. Part 2. Endi you are writing deb bu writingda siz formal emas, endi eski formatda faqat formal yozilardi. Rasmiy tilda akademik shaklda yozardik, chunki eski writing formatda savol berib bo'lmasdi, qisqartirib bo'lmasdi, balimizga minus ta'sir ko'rsatar edi. Endi bu safargisida e'tiborga oling. Siz onlayn muhokamada qatnashyapsiz, language learners, ya'ni til o'rganuvchilar bilan birga. Til o'rganuvchi degani o'zingizga o'xshagan insonlar bilan, demak, shu muhokamada qatnashyapsiz. Bu degani siz bemalol semi formal, ya'ni savol berib, qandaydir qisqartirib yozsangiz bo'ladi. Chunki o'zingizga o'xshagan insonlarga xat xat deb bitta xatda ham informal bor. O'sha informal shaklda yozsangiz bo'laveradi. Chunki informal letterda savol berib qisqartirib yozsa bo'ladi. Blog postda ham xuddi shunaqa. Qachon boshlaysiz deb o'rishibdi. Endi language learners orasidagi muhokama bo'layotganligi uchun, so you can use short forms, question forms, and of course informal language. And look at the word limit. So'z limitiga ham e'tibor qarating. Bitta eski variantdan so'zlar soni ancha kam. Demak, blog postda qilishingiz mumkin bo'lgan narsani yana bir marta tushuntirib ketaman. Oldin bilsangiz ham, demak, you can use question forms, yana bir marta. Bu nabrot yaxshilikka. You can use short forms. Buni ko'ramiz. Albatta, you can use informal language. Informal language ga nimalar kirishini men burli ishlatib tushuntirib ketaman. Ko'pchilikni hozir qilayotgan xatosi, mana shunaqa savollar tushsa, asosiy kamchiliklarni hozir sizlarga batafsil tushuntirib ketaman. Balkim oramizda xuddi shunaqa yozayotganlar bo'lishi mumkin. Masalan, introduction yozayotganda, introduction. Savolga e'tibor qaratamiz. Ba'zi odamlarning aytishicha, vegetarian dietasi, bilamizki, vegetarian dietasida go'sht mahsulotlari yo'q, kaloriya nisbatan kamroq. Endi bu odamning sog'lig'iga foyda ekan. Bunga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Imtihonda tushgan savol. Endi endi men bu narsani o'zimning fikrimni aytyapman endi. Wrong introduction. Odatda noto'g'ri ko'pchilik yozadi. Some people say that yoki believe that yoki think that, farqi yo'q, think that following vegetarian diet is beneficial for well-being. Endi men tushuntirib ketaman buni. Birinchi, men ko'pchilik shunaqa shaklda boshlayapti. Yozgan writing task 2sini, ya'ni task 2 deb tilimizga o'rnashib qolganda, bu aslida part 2, baribir men tilimga task 2 deb o'rnashgan. Ko'pchilikni boshlashi shunaqa. Some people think that following vegetarian diet is beneficial for well-being. Well-being degani sog'liq. Endi yaxshi so'zlar ishlatdim, bitta so'zlar normalniy, yomon emas. Noto'g'ri yondashish. Ba'zi odamlarning fikriga ko'ra shunaqa. This may have both advantages and disadvantages. Ikkala buni ham plus minus tomonlari bor. Bu yerga nimaga xato introduction deyapman? Balki oramizda xuddi shunaqa shaklda yozadiganlar bor bo'lishi mumkin. Bugungi darsimiz blog post, ya'ni yangilangan format.
Post your response. Birinchi o'ringa e'tiborga oling mana shu yerda. O'zingizni javobingizni qoldiring deyapti. Sabablar bering va misollar bering. O'zingizni responsingizni bering, javobingizni bering deyapti bu yerda. Biz endi boshqalarni fikrini bu yerga qo'shishimiz shart emas. Biz o'zimizni shaxsiy fikrlar bilan boshlashimiz kerak. Bu kerak emas endi hozir. Bu eski formatda qolib ketdi, bu eskicha narsa. Ba'zi odamlar fikriga ko'ra shunaqa narsa masalan sog'liq uchun foyda, lekin buni ikkala plus minus tomoni ham bor. Bu eski formatdagi yondashuv. Bunaqa boshlamang. Biz endi boshqacharoq. Men o'zimning shaxsiy fikrimni beryapman. Ya'ni writingda har xil uslub bor. Hamma o'qituvchi, ya'ni siz offline o'qitadigan yoki online o'qitadigan o'qituvchilaringiz har xil yondashuv o'rgatayotgan bo'lishi mumkin. Ularni men noto'g'ri deb ayta olmayman, ko'rmaganimdan keyin, bilmaganimdan keyin. Shuning uchun siz qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, shunda yondashganingiz ma'qul. Endi to'g'ri introductionimiz qanday bo'ladi? Men o'zimning fikrimda, endi bu meni javobim bo'lganligi uchun, ya'ni bu yerda savolda aytayapti, o'zingiz javobingizni bering deyapti. Men o'zim yondashishim kerakda, bu yerda boshqa odamlarni qo'shmasligim kerak. Some people'da. O'shaning uchun o'zimning javobimni men beraman. Xohlasam kirish qismini qiziqarli mavzuga oid bir gap bilan boshlashimiz mumkin. Masalan, yaqinda imtihonga kirganimda o'zim ham xuddi shunaqa boshladim. Tak. Aniq eslolmadim. Whether or bilan boshladim. Whether or iborasi grammatika jihatdan mukammal darajada ancha ko'p yaxshi. Buni ko'pchilik ishlatishni bilmaydi. Whether or. Unda offline shopping bilan online shopping tushadi-da. Shuning uchun buni zo'r keladi. Tak. Masalan, birdaniga whether bilan boshlasam ham bo'ladi. Whether following endi vegetarian dietni o'zini qaytaraveraman. Vegetarian diet. Tak, mana shuni boshqa harf bilan boshlaymiz. Buni kichikroq qilamiz. Whether following vegetarian diet is beneficial for health, for well-being, or not, which is debatable, which is masalan debatable topic deb boshlayveraman. Bu yerda boshqa birovlarni men shaxsiy fikrini qo'shishim shart emas mana bunday. Ba'zi odamlar bunaqa deydi, ba'zilar boshqacha. Bu kerak emas. Endi men o'zimning fikrim. Personally, shaxsan o'zim. Personally, I think that shaxsan shunaqa fikr, masalan, personally, tak, I think that, mana shunday fikrdamanki, I think that o'zimni shaxsiy fikrimni aytaveraman. Vegetarian bo'lish to'g'ri qisman foyda keltiradi, lekin vegetarian bo'lishni minus tomonini e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Personally, I think that tak following plant-based diet degan narsa bor. Plant-based diet may have potential advantages yoki merits degan plus tomoni degani plant-based diet. E'tiborga oling, sinonimlarni o'rganib keting shu tariqa. O'zimning shaxsiy fikrimni qo'shyapman. I think that following plant-based diet may have potential merits. However, yet we shouldn't ignore neglect its downsides as well.
Qarang. Bu yerda yuqoridagi introduction bilan bu introduction farqi qanday? Bu yerda men bu xato introduction dedikda boshqa odamlarni biz bu yerga mavzuga kiritishga harakat qilyapmiz. Holbuki bu yerda o'zingiz javobingizni qo'ying deyapti bu yerda. Shu ko'pchilikning asosiy kamchiliklari bo'lyapti. Keyin asosiy mavzuni yoritib berishingiz kerak. Vegetarian diyetga amal qilish foydalimi yoki yo'qmi degan narsa bu qaysiki aynan shu juda muhokamaviy topik bo'lyapti degan ma'noda kelyapti. Meni fikrimcha bu vegetarian dietasiga amal qilish to'g'ri bir qancha plyus tomoni bo'lishi mumkin, lekin biz uning minus tomonlarini ham e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak degan neglect degani ignorga sinonim bo'ladi. Demak, o'zimizni shaxsiy fikrimizni berishimiz kerak ekan imkon qadar. Buni qisqartirib, bemalol yozsangiz bo'laveradi, hech qanday ziyoni yo'q. Endi bu yerda so'zlar soniga e'tibor qaratamiz. 180 bilan 200 ta. Letterlarda 50 ta o'rtacha, keyin o'rtacha 120, 150 ta. Ya'ni ko'pchilikni qiynagan bitta savol. So'zlar ko'payib ketib qolsa, mana unda ham hozir bir 220 ta bo'lib qolishi mumkin yoki 250 ta bo'lib qolishi mumkin yoki letterlarda ko'payib qolsa, ko'pchilikning oddiy savoli, so'zlar ko'payib ketsa xato emasmi? Bu yerda 50 ta yozgan, bu yerda 120, 150 ta yozgan yoki 200 tagacha yozgan deyilgan. Yo'q, bu yerda faqat bitta holat bor. Agar so'zlar soni ko'p bo'lsa, buni ko'p qaytarganman oldin ham. Spelling, ya'ni imloviy xatolaringiz ko'p bo'lsa, grammatik jihatdan xatolaringiz ko'p bo'lsa, qanchalik so'zlarni ko'paytirsangiz sizga shuncha minus bo'laveradi, chunki xatolaringiz soni ko'payaveradi. Agar sizda imloviy xato bo'lmasa, grammatik xato bo'lmasa, siz mavzuni kengroq yoritib berishingiz bu sizga plyusga yuraveradi. Garchi bu limitdan oshib ketgan taqdirda ham. Keyin albatta qog'ozni ham hisobga olishimiz kerak. Sizga ortiqcha qog'oz berilmaydi keyin. Agar to'lib qolsa demoqchiman imtihonda. Demak, introductionga e'tibor qaratdik, tushunarli bo'ldi menimcha. Chiroyli mana introduction paydo bo'ldi. Birinchi o'rinda men o'zimga mavzuni osonlashtirdim. Bitta bodyda yoki ikkita bodychada qilib farqi yo'q. Bodylar soni bir aniq yaxlit soni bor bo'ladi deb ayta olmaymiz, chunki bu blog post. Har bitta g'oyani alohida bodycha qilishingiz mumkin. Bu sizga bog'liq. Aniq bitta nima deydi, mezon yo'q bu yerda. Mezon yo'q. Shuning uchun ikkita body qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, bitta mana plyus tomon, minus tomonini yoki plyus tomonini ikkita body, minus tomonini 3-body qilsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, endi keling body 1 deb aytamizda. Body 1 da biz vegetarian bo'lishni qanaqa plyus tomoni bor? Vegetarian bo'lish demak go'sht yemaslik. Go'sht yemaslikni albatta plyus tomoni menimcha hamma tushunib turibdi. Ortiqcha vazndan xoli bo'ladi. Vazndan xoli bo'lgandan keyin ortiqcha kasalliklardan uzoq yuradi. Bu yaxshi. Demak, buni chiroyli qilib tushuntirib ketamiz. Tak. Keling bu haqda batafsil masalan, imtihonda kirish qismiga ham yozdim. Aniq просто esimga tushib ketdi. Let's delve into these matter dedim men nimadir this topic aniq esimda emas shu joy. Keling topic deb ketaveramiz yoki zim yoki matter masalani deylik. This matter in detail. Bu nima degani? Qarang, bu yerda haqiqiy informal language. Men yuqorida aytdimki, informal language ishlatsangiz bo'ladi. Bu mana shu yerda ko'rsatib ketaman mana. Let's degan narsa ham bu informal language ga kiradi. Delve into degani, keling buni maydalab ko'rib chiqamiz degani. Delve into bu biron narsani blog post yozib chiqasiz. Let's bu informal language, delve into maydalab ko'rib chiqmoq degani, in detail batafsil degani. Keling bu masalani maydalab batafsil ko'rib chiqamiz deyapmiz. O'zim kirish qismiga xuddi shunaqa qilib undov belgisi bilan berib chiqdim. Bu mana shu informal language deyiladi. Endi siz ham aynan shunaqa qiling degan emas lekin. Endi keling bu ham bitta nimada
qiziqtiruvchi. Chunki bizda ratingimizda qandaydir qiziqish uyg'otuvchi narsalar bo'lishi kerak. Baholash mezonida yozib qo'yganda bu narsa. One of the advantages yoki benefits degan bo'ladi. Advantage yozmadim. Advantages is that plus tomonlardan biri shuki, deyapmiz mana. Уже ketdi bag'iga. Cho'zib o'tirmayman lekin. Bitta body qilib, ikkinchi bodyga o'tib ketaman. So'zlar soniga ahamiyat yo'q. Asosiy men tushuntirishim. Shu narsaga e'tibor qaratinglar. Tak. Plant-based diet sinonimlarini o'rganib oling. Following vegetarian diet shularga e'tibor oling. Plus tomoni bu odamlar ortiqcha kasallikdan xoli bo'lishi mumkin. Qandli diabet deymiz. Bu dieta odam sog'ligiga ancha foyda. This tak vega diet bordi, keyin veg diet. Veg diet ham bordi menimcha, veg. Vegan diet, vegan diet. Vegan degan so'z ham bordi, esimga tushib ketdi. Person who doesn't have vegan. Vegan diet. Uni oldin yozganman, to'g'risi, chunki bu mavzu oldingi eski writing taskiki formatda tushganda, oldingi yillar tushgan. O'shanda biz onlaynda yozib ko'rsatganman, o'shandagi so'zlar hammasi esimda qolibdi deyarli. Bu oldin tushgan 2024-yilda. One of the advantages is that this vegan diet possess degani egalik qilmoq degani, o'z ichiga olmoq. Possesses some potential degan narsani ishlatadigan. A number of deylik, bir qancha. A number of health benefits. Ya'ni sog'liqqa aloqador bo'lgan bir qancha plus tomonlarni o'z ichiga oladi degani. Vegan diet. Xo'p, endi bu qanaqa? Fikrni uzoqlab tushuntirib ketaveramiz. Qanchalik ko'proq, kengroq uzoqlasangiz, bu sizga foyda. Keyin shaxsiy misollar bersangiz bo'ladi. Masalan, shaxsiy misol, masalan, qarindoshingiz, o'zingiz misol tariqasida, masalan, men o'tgan yili yoki 3 yil oldin juda semizdim va shu go'shtlarni dietamdan chiqarib yuborib, vegetarian bo'ldim. Mana Xudoga shukr, kasal bo'lmasdan kelyapman shaklda, masalan, misol keltirsangiz bo'laveradi. Bu hech qanday misolga cheklov yo'q. Faqat uni chiroyli tushuntirsangiz bo'ladi. Number of health benefits. For example, misol uchun yoki for example hamma bo'ladi-da. One good illustration is can be that, ya'ni one good illustration can be that, ya'ni bitta yaqqol misol shuki, odamlar ya'ni go'sht yemaydiganlar deylik, those who don't eat meat, don't consume meat products, go'sht mahsulotlarini iste'mol qilmaydiganlar, those who don't consume, mana qisqartirib ishlatyapman, e'tibor bering. Go'sht mahsulotlarini iste'mol qilmaydigan insonlar, demak, ortiqcha vaznlik kasalligiga, masalalarga duch kelmasligi mumkin. May stay away from being obese. Yoki experiencing obesity. Yoki being obese ham bo'laveradi. Obese degani semizlik. Semizlik degan masaladan sal nari yurishadi. Xo'p, bu qanday foyda bor? Biz foydasini gapirmadik. Masalan, sog'liqqa foydasi degan, bu ortiqcha semiz bo'lmaslik qanaqa sog'liqqa foydasi bor? Buni gapirganimiz yo'q. Biz buni batafsil tushuntirishimiz kerak endi. Yaqqol namoyon shuki, bitta misol shuki, ya'ni demak, go'sht mahsulotlarini iste'mol qilmaydigan insonlar bitta murakkab gap zosu bilan bu ortiqcha semizlikdan nari gaining extra weight degan bo'laveradi. Semiz bo'lishdan nari yurishadi degan bo'ladi. Endi bu esa ularni
ortiqcha kasalliklardan, masalan, cancer, rak kasalligi deymizmi, qon bosimi, blood pressure, cancer, rak kasallik, qand diabet ham qandli diabet edi, adashmasam, diabet. Shu diabet body cannot control the level of sugar in the qondagi nimasi. O'sha qandli diabetlar bu odatda semiz insonlarda ko'proq bo'ladi-da. Shu narsani gapirsak bo'ladi. Misol uchun, demak aytdik, odamlar ortiqcha semizlikdan nari bo'ladi. Natijada as a result deylik, natija beraylik. As a result, they may not encounter degan boshdan o'tib undergo deylik. Undergo degan narsa boshdan kechirmoq degani. Some health problems, health issues like diabetes, cancer, and blood pressure. Natijada ular ortiqcha, masalan, sog'liqqa aloqador bo'lgan muammolarni boshdan kechirmasligi mumkin. Undergo degani bu boshdan kechirmoq, experience deydi-yu, shu narsani o'rganib olsangiz bo'ladi. Undergo C1 darajada. Tak, endi C1 olishim uchun faqat C1 darajadagi so'zlar ishlatishim kerak degani emas. C1 olish uchun oddiy so'zlarni ham, murakkab so'zlarni ham kombinatsiyasini chiroyli qilib ko'rsata olishim kerak. Esdan chiqarmanglar. Oddiy so'z ishlatish mumkin emas degan noto'g'ri bu. C1 da ham oddiy so'zlar bilan yaxshi so'zlarni kombinatsiyasini chiroyli qilib ko'rsatish kerak. Demak, shunaqa muammolarni boshdan kechirmasligi mumkin. Natijada, demak, as a consequence desak bo'ladi va hokazo. They may undergo some health issues like diabetes, cancer, blood pressure. Okay, o'la. Endi to'g'risi men to'liq yana tushuntirib o'tirmayman, buni kengroq tushuntirsak bo'ladi. Yana plus tomonlardan biri, odamlar go'sht mahsulotlarini iste'mol qilmagandan keyin, ortiqcha vazn bo'lmagandan keyin bemalol sport bilan qatnashsa bo'ladi. Ya'ni charchab qolmaydi. Shu physical jihatdan ancha foydali degan ikkinchi misolni beradigan bo'lsak, likewise bilan berib davom ettirsam bo'ladi. Lekin men hozir davom ettirmayman, chunki vaqtim tejalgan bo'lganligi uchun buni davomini tushuntirmayman. Asosiy biz introductiondagi ko'pchilik qilayotgan xatoni tushuntirdim. Bodyni qanday tushuntirishni va bemalol qisqartirishlarni olib borishni tushuntirib ketyapman. O'shaning uchun buni davomini agar siz physical benefits ni gapirsangiz bo'ladi. Physical benefits. Jismoniy plus tomoni. Erkin bemalol ular engage in team sport, jamoaviy sportlarda bemalol qatnashsa bo'ladi. Ortiqcha kasallik, nima deydi, semiz bo'lmagandan keyin deb, masalan, engage in boshqalardek social life dan maza qilib yashaydi deb, masalan, yanada chiroyli qilib tushuntirsangiz bo'ladi. Endi men body 2 ga o'tib ketaman. Body 2. Ikkinchi bodyda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, endi vegetarian bo'lishning minus tomonlarini ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Likewise degani shuningdek, in addition boshqa narsalarga nisbatan bu yuqori darajadagi so'z. Men darajasini ko'rsatib ketaman. Mana shu yo'lda C2 levelda ketyapti. Aytganimdek, yuqori ball olaman desangiz, har xil so'zlar kombinatsiyasini chiroyli qilib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Nimadir bo'ldi. Endi vegetarian bo'lishning qanaqa minus tomonlari bor deb o'ylaymiz. Sizlar murakkab g'oya fikrlash o'ylab topishga ko'pchilik moyilligi bor. Men noodatiy fikr bersam, meni ballim oshadi degan tushuncha bor. Yo'q, oddiy g'oyani ham chiroyli qilib tushuntirish bu sizda yaxshi ball olishingizni kafolatlaydi. O'shaning uchun murakkab g'oya degan narsani miyadan chiqarib olinglar. Vegetarian bo'lish, tasavvur qiling, siz go'sht yemaysiz. Go'sht yemagandan keyin bironta tug'ilgan kunga borib qoldingiz. Qarasangiz, faqat ovqat go'sht, salatlar go'shtdan iborat. Siz nima qilasiz? Pista bodom chaqib o'tirasiz. Hamma ovqat desa boshqa. Bu nimaga yetaklaydi? Ijtimoiy ajralib qolishga yetaklaydi. Yoki siz masalan restoran kirdingiz, boshqa joyga kirdingiz, dugonangiz, do'stingiz, o'g'il bolalar bo'lsa, hamkasblar bo'lsa, kirsangiz sizga mos bir dieta qiladigan ovqat yo'q. Unda nima qilasiz? Boshqalar shashlik yeb o'tirganda, osh yeb o'tirganda siz faqat ko'k choy ichib o'tirasiz.
Ya'ni bu ijtimoiy ajralib qolishga yetaklashi mumkin. Oddiy fikr o'ylangda uni maza qilib tushuntiring. Endi biz body 1 da plyus tomonni gapirganimiz uchun endi body 2 ga o'tganimizda body 2 ga zidlov bog'lovchi. Men odatda despite ni yaxshi ko'raman. Despite menga ma'qulroq. Bu close sentence, ya'ni murakkab sentence'ga asosiy qadam qo'yib beradi. Despite this tak plyus tomoni advantages, plus sides, upsides ham bor, upsides, downsides degan narsalar. Upside degan ham bu plyus tomon degan ma'noda keladi. Downside, upside deysizlar-ku. Birorta vaziyatning plyus tomoni, downside minus tomoni. Despite these upsides of being vegetarian, yuqoridagi demak bu vegetarian bo'lishning bu plyus tomonlariga qaramay, tak I believe that, men shu narsaga ishonamanki yoki va hokazo unutib qo'ymasligimiz kerak deb ketdik-ku matda. We shouldn't neglect its downside as well. Minus tomonlarini ham hisobga e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Buni bari ikkini nariga yetkazib ko'ramiz. Kelinglar bu narsani bir muhokama qilib chiqamiz deb aytsak, let's bilan. Okay. Let's take a look. Let's take a look at its pros and cons sides. Plus minus tomonlar deymiz, con sides to mana norasmiy so'zlashuv madaniyati bilan bemalol siz yaxshi ball olishingiz mumkin. Keling, buni minus tomoniga bir nigoh solamiz. Take a look, let's ni boshqa harf bilan yozib, kichkina harf bilan bo'lish kerak. Let's take a look at its con side. Keling, buni minus tomonlariga e'tibor qaratamiz. Take a look. Demak, bular norasmiy. O'sha minus tomonlardan biri tak one of the negatives is that minus tomonlardan biri. Negativ degan so'zda faqatgina sifat emas, otlashtirib ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Bu siz buni faqat sifat deb o'rganasizda, lekin buni otlashtirsa bo'ladi. Noun. Betsing shaklida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Negativki ko'plikda masalan mana he always looks for the negatives in any situation. Vaziyatdagi hamma narsa negativ tomonlarga qaraydi deyapti misollar. Bemalol siz negativ bilan pozitivni otlashtirib ishlatishingiz mumkin. Bu ham bir so'z turkumini xohlagan yo'lda ishlatishingizni ko'rsatadi. One of the negatives is that o'sha minus tomonlardan biri is social isolation deyiladi. Social isolation degan ijtimoiy ajralib qolish. Men hozir tushuntirdim misolda. Tug'ilgan kun to'yga borsa, odatda to'y hashamlarda go'shtsiz o'tmaydi. To'yga prosta to'yga ko'rgani borasizda, agar nima bo'lsangiz, vegetarian bo'lsangiz. Yoki shirinlik, endi bilmadim, vegetarianlar shirinlik yeydimi yoki yo'qmi. Demak, ijtimoiy ajralib qolish. Endi g'oya sodda bo'lishi mumkin. Endi murakkabroq tushuntirishga e'tiborga olsak, unlike ordinary individuals oddiy insonlar kimki whose intake contains dairy shunaqa yozilamidi, sut mahsulotlari. Dairy yoziladi, mana adashmasam dairy. Vay, sut mahsulotlar esimga kelmadi spellingi, mayli. Contains proteins, meat, oqsil. Mayli, meat products. Eslan ba'zi so'zlar. Intake qarang, bu yerda intake iste'mol degan narsaga ifodalaydi. Products. O'qib davom ettiraman, hali gapim tugamadi. Intake degan so'z iste'mol, ya'ni buni bitta ko'rsatib qo'yaman darajasini ham. Intake degani bu amount, ya'ni substance eaten drunken during a particular time. Bular o'sha
ma'lum bir vaqt davomida ichiladigan, yeyiladigan miqdorlarning narsalarning miqdori, ya'ni iste'mol degan ma'noda kelyapti bu yerda. Iste'mol. Buni ham o'rganib oling, noodatiy so'zlar ham bo'lishi kerak. Unlike bu juda murakkab, yaxshi grammatika hosil qiladi. Unlike deganiga qaraganda degani, compared to this is rather than this ku shuni yaxshiroq versiyasi. Oddiy insonlarga qaraganda, kimki o'sha oddiy insonlarning iste'moli odatda go'sht mahsulotlarini o'z ichiga oladi deyapmiz. Demak, shu insonlarga qaraganda tak vegetarians demak o'zini ijtimoiy social gatheringlarda yoki restoranlarga kirganda o'ziga yetarlicha o'ziga mos ovqat topolmagandan boshqalardan mahrum bo'lgandek his qilishi mumkin, ya'ni ajralib qolgandek his qilishi mumkin. Deprived may feel isolated, may feel alone, o'zini deprived mahrum qilmoq degan so'z deprived. Tak necessary for a pleasant life. Deprived desak bo'ladi. May feel deprived from may feel tak extracted degan narsa bor. Extracted degan narsa ajralib qolgandek. Extracted. May feel extracted from the people around them. From the people around them. Demak, vegetarianlar o'zini boshqalardan ajralib qolgandek his qilishi mumkin qachonki nima bo'ladi? Bu murakkab grammatika bo'ladi shu joyi. Juda murakkab, mana sodda, keyin murakkab ketadi. Oddiy insonlarga qaraganda, kimniki iste'moli demak go'sht mahsulotlarini o'z ichiga oladigan oddiy insonlarga qaraganda vegetarianlar boshqalardan yonidagi insonlardan ajralib qolishi mumkin. Bu nima degani? Buni alohida gap qo'yaylik, juda cho'zilib ketar ekan. This means that bu shuni anglatadiki, agar ular if they visit social gatherings, ijtimoiy birorta tadbirlarga, gatherings or events, tadbirlarga boradigan bo'lsa, dasturxonda vegetarianlarga mos taomlar bo'lmasa, ular noqulay his qilishi mumkin. Demak, if they visit social gatherings or events and yoki when deylik, qachonki borgan tak, ya'ni ikki marta qachonki borganda ijtimoiy tadbirlarga tashrif buyurganda agar ular topish olmasa if ni chetga qo'yamiz. If they are not served. Qarang, agar ularga shu vegetarianlarga mos ovqatlar berilmasa, are not served vegetarian meals or salads. Agar ularga mos vegetarian ovqatlar yoki salatlar berilmasa, they may feel embarrassed, uyalib qolishi mumkin. Embarrassed yoki embarrassed. Double R again. And alone. Yolg'iz his qilishi mumkin o'zini. Mana katta minuslardan biri. Bu yerda nimaga sodda gap yozdim? Hamma gapim murakkab bo'lishi shart emas. Masalan, tasavvur qiling, san'at, qo'shiqda. Qo'shiq faqat avjida iborat bo'lsa, zerikarli bo'ladi, boshi og'rib qoladi yoki qo'shiq faqat spokойно, tinch, bir xil notada bo'lsa, zerikarli bo'ladi. Bu ham shunaqa. Yozgan insholarni, haligi 9 ayni solganlarning insholarni tahlil qilsangiz yoki yozganlarni tahlil qilsangiz, shunaqa narsalar ko'proq duch kelasiz. Tahlil qilishda gap kattada, sodda gaplar ham bo'ladi, murakkab gaplar ham bo'ladi. Hozir men podret ikkita murakkab gap bo'lyapti hozir bu yerda. Shular bizga ochko beradi. Demak, ijtimoiy ajralib qolishi mumkin ekan. Yana ko'p misol, masalan, more deb masalan berishingiz mumkin. Bundan tashqari qanaqa minus tomonlari bor? Vegetarian bo'lishning. Ular go'sht yemagandan keyin kaloriyani, ya'ni quvvatni olish kerakmi?
quvvat o'sha yetarlicha quvvat olish uchun ular naborot qimmatga tushishi mumkin. Pista, bodom, chaqib, go'sht mahsuloti yemagandan keyin uni o'rni kaloriyasini qoplash uchun naborot qimmatga tushib ketadi. Naborot qimmatga tushib ketadi va shunaqa qilib davom ettirishingiz mumkin. Men ikkinchi fikrni bermayman ochig'i. Yuqoridagidek bitta fikrni oxiriga tushuntirib bo'ldim. Keyin bitta mana hozirgi holatda nechta so'zdan iborat bo'ldi? Keldi, men to'liq tushuntirmagan holatimda. Chunki vaqtim chegaralanganligi uchun tak mana. Buni kopiya qilamiz. Biz conclusion ham yozib ko'rsataman sizlarga. Conclusionda ham ko'pchilik qiladigan xatoni tushuntiraman. Keyin aytgancha YouTube kanalimizga baholash mezonini batafsil yoritib tushuntirib ketdim. Aynan o'shanda qanaqa holatda siz necha ball olishingizni batafsil maydalab tushuntirdim. Uni ko'ring. Vaqt topib behuda Instagram va Telegramda behuda bema'ni videolar ko'rib vaqtingizni sovurmang. O'shani ko'rsangiz juda ko'p foyda olasiz. Xo'p, mana shuni o'zida hozir nechta so'z bo'ldi? 153 ta so'z bo'libdi. Men davomini tushuntirmadim hali. Bittadan fikr tushuntiryapman, e'tibor bering. Shu yerning o'zida 153 ta so'z bor. Biz conclusion yozsak, o'zi minimum limit bu yerda 180 ta edi. Bemalol o'tib ketadi, muammosiz. Endi conclusion keladigan bo'lsak, mana shu yerda conclusionni kiritamiz. Odatda conclusion bilan yoki B1 yoki B2 leveldagi insonlar ko'proq shu conclusionni bunaqa yondashishi mumkin. In conclusion C1 chilarga maslahatim ultimately. O'zim ham shunaqa qilib yozib chiqdim imtihonda. Endi bitta shu bilan kifoyalanib qolmaymiz. Bitta bog'lovchi so'zni almashtirdim, bo'ldi, meniki C1 bo'ldi degan emas. Endi yondashuv. Endi doim ham ultimately emas. Therefore yoki thus bilan tugatsa ham bo'ladi. Thus therefore for that reason conclusion o'rniga. Nega? Chunki bizda shu narsa kerak. Vaziyatga qarab turib qaysi birini ishlatish bu sizga bog'liq. Endi men o'zimga vaziyatim imtihonda ultimately to'g'ri keldi. Shuning uchun shuni ishlatib chiqardim. Endi B2 leveldagi conclusion qanday bo'ladi? Xo'p, tak, endi biz introductionga ham yengil nazar solishimiz kerak. Vegetarian bo'lishni plus min unday deydi ko'pchilik. Being vegetarian has both pros and cons side. Misol uchun, pros and cons sides. It depends on people. Masalan, bu odamlar o'ziga bog'liq. If they want, they can choose normal eating habits. Odatdagi ovqatlanish odat nimasini tanlashlari mumkin deb masalan beto'q shaklda yozib qo'yishingiz mumkin. Qisqa lo'nda qilib. Endi bizga yaxshiroq ball olishimiz uchun buni kengroq yoritadigan bo'lsak, xulosa qilib aytganda, endi bu yozga thus yoki therefore for that reason degan narsalar thus bo'lishi mumkin. Shuning uchun, ya'ni buni body'kini tugatdik-ku, to'g'ri? Body'kini tugatgandan keyin shuning uchun deb aytsak ham bo'ladi. Masalan, thus bilan yakunlasam ham hech qanday ziyoni yo'q. Men thusni o'rniga ultimately qo'yganim menga ballimga ta'sir ko'rsatmaydi, lekin ichidagi narsa ta'sir bor. Xulosa qilib, shuning uchun tak faqat bir tomonga yog'ish. It will be wrong to lean on one sides of being vegan. Vegan degan narsani hozir tushuntirdim. Vegan degan narsa odamni o'rniga ishlatsa bo'ladi. A person, ya'ni vegan odam, ya'ni ot shaklda, sifat shaklda ishlat. Men yuqorida sifat ishlatdim.
vegan diet dedim. Hozir bu yerda buni otlashtirib ishlatyapman. It will be wrong to lean on one side of being vegan. Ya'ni vegetarian bo'lishning bir tomoniga yondashsak, ya'ni bir tomoniga degani faqat bitta minus tomoni bor yoki plus tomoni bor faqat desak, bu xato bo'ladi. Tak, in my opinion, mening shaxsiy fikrim, opinion. Vegetarian bo'lishni ba'zi insonlarga o'ziga yarasha foydasi bor. Following tak plant-based diet yoki vegan diet. Yana qanaqa sinonim bor? Plant-based diet, vegan diet, vegetarian diet. Endi mayli bittasini yana bir marta ishlatsam hech narsa qilmaydi. Dietary. Dietdan o'zi ketaveramiz. Demak, shu plant-based dietga amal qilish can be foydali bo'lishi mumkin yoki can work for degan foyda keltirmoq. For some people while work for negatively for others. Okay. While others negatively. Boshqalar esa salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, shuning uchun deyapmiz, faqat bir tomonni tanlasak bu xato bo'ladi. Meni fikrimcha bu vegetarian bo'lish to'g'risida kimgadir foyda keltiradi, boshqalarga negativ. Work for degani foyda keltirmoq degani. Shuning shu sababli coming from this shundan kelib chiqib bu shundan kelib chiqib bu odamlarning o'ziga bog'liq. It depends on people's preferences. O'zini tanlovlariga bog'liq. Preferences. Whether o'rniga if sinonim bo'ladi. If they choose what they follow deylik. Okay, which way, qaysi yo'lni tanlaydi? Which way they choose. Qaysi yo'lni tanlashlari o'ziga bog'liq. Endi yana bitta masala. O'zimcha endi bir kreativ qilib imtihonda nima qildim? Mana shunday yozib turib, oxirida siz bu borada fikringiz qanday? Qaysini tanlagan? What would you prefer? Okay, which one would you prefer dedim ekan adashmasam. Esimda yo'q. Lekin savol ber. Which one would you prefer? In this regard deb yakunlab, so'roq bilan yakunlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Chunki bu blog post. Endi buni kichikroq qilib buni men PDF qilib tashlab beraman-da, siz xohlasangiz buni ChatGPT ga berib, men endi ChatGPT bizga blog post masalasida ancha tushuncha bergan birinchi o'shada. Blog postda savol bilan yakunlasam bo'ladimi deb qiziqib so'rashingiz mumkin. Nima bo'ladi deb qanaydir savol berishingiz mumkin. Hech qanday ziyoni yo'q. Masalan, mana buni shunday kopi qilamiz, oxiriga qo'yamiz. Endi umumiy so'zlar soni nechta bo'ldi? O'zim lekin imtihonda oxirini savol bilan yakunladim. Endi nima bo'ladi bilmayman lekin. Endi xudo xolisa natijalar chiqsa ko'ramiz. Menimcha yaxshi. 202 ta bo'ldi. Qarang. Men fikrni faqat har bitta badida bitta fikrni tushuntirdim xolos. Bunda ham bitta, bunda ham bitta. Ikkinchisiga aytdim, meta erindim dedim va eringanim ham foyda berdi, chunki o'sha bitta ko'payib ketar ekan. Bunda ham ko'payib ketardi. O'shaning uchun bu ham shart emas. Mana full version. E'tiborga olsangiz, bu yerda nimalar bo'ldi? Qisqartirishlar, informal language'lar bo'ldi. Informal language let's dedik. Mana let's ni yana bir marta ishlatdim, hech qanday ziyoni yo'q. Va coming from shundan kelib chiqqan holatda odamlar o'ziga bog'liq va oxirida mana yengil so'roq bilan tugatib qo'ydim. Bu sizga xohlasangiz so'roq bilan tugating, xohlasangiz yo'q.
Bitta blog post bu. Bu blog post bo'laveradi. Shuni bir xolasiz qiziqib, masalan, ChatGPT dan so'rang. Can I conclude my blog post with a question? Question masalan related to the topic. Mavzuga aloqador birorta savol bilan yakunlasam bo'ladimi deb qiziqib so'rab ko'ring nimadir. Endi o'zingiz uchun masalan, umuman boshqa odamlar fikrini chetga suringda, mana shuni bitta so'rab ko'rsangiz, nima deydi qiziqib. Buni men yuqorida kanalimizda ham aytib o'tdim, bitta ko'rsatib qo'yaman shuni. Men buni zapsga yo'q qo'yaylik mana. B2 level yakunlash buni kanalga ham uzoq berib yozuvdim. B2 level yakunlash, in conclusion deb masalan yakunlash, ultimately va oxirida mana qaysi birini tanlay. Will you choose being vegetarian? Xullas, after all deganda xulosa qilib aytganda yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holatda siz tanlagan bo'larmisiz yoki yo'qmi deb yakunlayapman savolni. Bugungi savolda esa tak, bu odamlarni o'zini qiziqishiga bog'liq qaysi birini tanlash. Endi siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz bu masalada deb, in this regard degani bu masalada deb yakunlab qo'yaman. Tak, shunaqa gaplar. Endi bu sizga bog'liq qaysi birini tanlash, tanlamaslik. Bu bitta fikr. Kimdir sizga shunaqa masalan yondashuv berdi va bu sizga, ya'ni o'sha it depends on dedik-ku, odamlarning o'zini afzal ko'rishiga qaysi birini tanlashiga bog'liq. Shu aniq ishonaman bu C1 levelga tortadi. Blog post. Hammasi chotki, so'zlar, tushuntirishlar, batafsil yondashishlar, hammasi o'z o'rnida. Shuning uchun men buni qo'rqmay C1 deyman. Tak, mana. Buni xohlasangiz mana PDF ni ham tashab beraman. Videosini lekin YouTube ga joylab qo'yaman. YouTube dan ko'rishingiz mumkin. Screenshot qilib olsangiz ham bo'laveradi bemalol. Unda barchaga rahmat kattakon bugungi dars uchun. Buni ham to'xtatamiz yerda.